Hayotda hech narsa tasodifan yuz bermaydi. Har qanday sinov, har qanday yo'qotish, har qanday kechikish barchasi siz uchun eng yaxshisi ekanligi uchun shunday sodir bo'lmoqda. Ba'zan biz katta orzularimizga yetishamiz, lekin u bizga kutilgan baxtni olib kelmaydi. Ba'zan esa orzularimizga yeta olmay tushkunlikka tushamiz, lekin yillar o'tib qarasak aslida aynan o'sha yo'ldan yurmaganimiz biz uchun yaxshiroq bo'lgan ekan. Balki siz hozir sabr qilib turgan og'ir kunlaringiz ertangi baxtingiz uchun zarur bo'lgandir. Ba'zan biz boylikni yo'qotamiz toki chinakam boylik pulda emasligini tushunishimiz uchun. Ba'zan sog'lig'imizda sinalamiz toki har bir nafasimiz ne'mat ekanini his qilishimiz uchun. Ba'zan bizdan yaqin insonlar ketadi toki kimning haqiqatan ham bizga do'st ekanini tushunishimiz uchun. Ba'zan yo'limiz berkitiladi toki biz aslida yomon yo'ldan ketayotganimizni tushunib to'g'ri yo'lga burilishimiz uchun. Siz hozir tushunmasligingiz mumkin, lekin bilingki, har bir kechikish. Qaysi bir banda deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Sezon deymiz a? Nima deymiz? O'sha kiyim-kechak sotadiganga, masalan, dublonga sotadiganga kuz sezon, to'g'rimi yo qishmi? Kuz. Chunki uje qishgacha olib bo'lgan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon? Bahor. O'sha sezonda olib qolaylik deydi. Mana shu sezonda olsak tom yopib olamiz. Ya'ni g'animat biladi mana shu narsani. Ramazon mo'min uchun nima? Sezon. Ko'paytirilgan 70 ta. Bunaqa formula qayerda bor? Ro'zadorning savobi behisob qilib beriladi. Olov qog'ozni yonib ketishiga sabab. Suv chanqoqning qolishiga sabab. O't kuydirmaydi o'zi agar Alloh xohlamasa. Suv chanqoqni qoldirmaydi agar Alloh xohlamasa. Ko'katni suv o'stirmaydi, Allohning xohishi o'stiradi. Qog'ozni o't kuydirmaydi, Allohning xohishi kuydiradi. Suv chanqoqni qoldirmaydi, Allohning xohishi qondiradi. Tushunarlimi? Bu suv, o't, yomg'ir bu bor yo'g'i sabablar. Abdurahmon ibn Avfni nima yig'latadi? Kunlarning birida Abdurahmon ibn Avf roza tutdi, iftorlikka ovqat olib kelindi. Juda ham bir tansiq taomlardan edi. Ovqatga ko'zi tushib yig'ladi. Nima yig'layapsiz? U kishi javob berdi. Uhud kunida Mus'ab ibn Umayr shahid bo'lgan edi. U mendan ko'ra yaxshiroq edi. Kafanlangan mato topmaganmiz. Ana shu burdasi, ya'ni kiyimini o'ziga kafanlab, boshini yopsak, oyoq ochilib qolar edi. Oyog'ini yopsak, boshi ochilib qolar edi. Shu kuni Hamza shahid bo'ldi. U mendan ko'ra yaxshiroq inson edi. Unga ham kafanlik topolmasdan burdasiga o'rab ko'mdik. So'ngra bizga dunyo ochildi. Undan bizga berilganicha berildi. Qilgan amallarimizning mukofoti shu dunyoni o'zida berib qo'yilmadimikin deb qayg'uga botar edi, g'amga kirar edi, yig'lar edi. Likey. Jannatiylar jannatda ne'matlarga yaslanib, cho'milib yotganlarida jannat ustida bulut suzib kelar ekan. Oppoq bulut kelar ekan, mana shu oyatda tafsirida keladi. Hamma jannatiylar bulutga qaraganda bulut ochilib, salamun qawlan min robbir rohim degan Parvardigorning jamolini ko'radi ular. Alloh yuzini ko'ramiz birodarlar. Umid qilinglar. Alloh taolo farishtalarni guvoh qilar ekan. Menga iymon keltirgan bandalarim mana shunday rizqlanib turibdilar. Hozir bular shukr etadi. Ovqatga bo'lganda ya Robbi bergan ne'matingga alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Bu eng ulug' duolardan. Alhamdulillahillazi degani tamoman maqtamoq Alloh taologa xos. U zot shunday zotiki at'amana bizni taomlantirdi va saqana chanqoqlarimizni qondirdi va ja'alana minal muslimin va yana qildi bizani musulmonlardan. Tangrim meni bizni musulmonlardan qilganatganiga alhamdulillah. Amin Allohu akbar desa farishtalar aytar ekan, jannati bo'ldinglar. Gunohinglar kechildi der ekan. O'sha duoni o'zida gunohlar. Innalloha va
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alloh taolo bizga namoz o'qi dedi, lekin o'zi o'qimaydi. Iloh. Alloh taolo roza tut dedi, o'zi roza tutmaydi. Iloh. Alloh qaysi buyruqni bizga buyurgan bo'lsa, uni qilmaydi. Iloh, Robbil alamin. Ammo salovatni buyurib turib, aytayaptiki, men ham salovat aytaman Muhammad alayhisalomga deyapti. Tushunyapsizmi, qanchalar ulug' amal bu? Alloh va malaikalar payg'ambarga salovat aytadi, sizlar ham aytinglar deyapti. Bizga buyurgan mana shu amalini o'zi qilar ekan Alloh. O'zi bilgan, o'ziga xos bo'lgan suratda. Farishtalarning Muhammad alayhisalomga aytgan salovati duo. Muhammad alayhisalom haqqiga duo qilishadi, shu salovat deyiladi. Odamlarning Muhammad alayhisalomga aytgan salovati istig'for bo'ladi Muhammad alayhisalomga. Musulmon banda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qancha ko'p salovat aytsa, shuncha o'ziga yaxshi. Birovga Alloh taolo dunyo bersa, sizda yo'q bo'lsa qarab turib ozgina alam qiladi. Insonmizda. Menga bersaydi. Birovga dunyo berdi, birovga mansab berdi, birovga farzand berdi. Qo'yingki, dunyo matohidan bir narsa bersa va u narsa sizda yo'q bo'lsa, alam qiladi ba'zilar. Qarshi emassiz, taqdirga norozi emassiz, lekin baribir bermadi-da, menga ham deb ozgina alam qilib qoladi. Endi siz Allohni zikr qilmayotganligingiz nimani belgisi ekan? Alloh sizni eslamayotganligini belgisi ekan. Alam qilmaydimi?